Söyümlük sabahdaşlar yaxşımısınızlar? TOEFL 5 sözlük 25. ders. 25. dersnideki məzmununu sözləşdən ilgiri, əlbəttə 25. dərsdəki xam sözlərinin tələffüzünü birlikdə bilib çıxsaq. Lesson 25. Briefly, circulate, consistently, exhibit, found, improperly, impulsively, infrequently, isolated, overtly, profoundly, sharply, situated, subsequently, unmistakable, upstanding. Birinci söz briefly. Briefly deganimiz qisqacha holda degan ravish söz turkumiga tabi. Inglizcha ma'nosi short, usually in time. Qisqa va shu belgilangan vaqtning ichida. Synonym concisely. Concisely deganimizmi qisqacha holda degan gap. Sifat shakli brief, qisqa, brevity, qisqalig'i degan ism. Amli misaliga qarab baqsaq, the visiting professor spoke briefly at the faculty meeting. Bu ziyoratdagi professor, ya'ni ziyoratdagi professor degan gap vaqtli kelib ashada ishlayotgan professor degan gap. Spoke briefly qisqacha so'zildi at the faculty meeting, ya'ni o'qituvchilar yig'inida deydi. Faculty degan shu o'qituvchilar ne faculty deymiz. Solar eclipses are brief moments when the earth and moon cross the sun's fixed position in the solar system. Solar eclipses, yani quyoshning to'silib qilishlari, ya'ni quyosh butunlaylik ay yer shari bilan quyoshning o'rtasida ay ashdal yer shari quyoshni ko'radigan o'ringa kelgan vaqtda quyoshning to'silib qilishi yuz berdi. Ba'zi kunduzda yuz berib qoladi-da, masalan, qop-qora qorong'i bo'lib ketadigan shuni solar eclipses deymiz. Quyoshning to'silib qilinishi are brief moments, qisqa bir mezgillik ishlar, qisqa mezgillardir when the earth and moon, ya'ni yer shari bilan ay shari cross the sun's fixed position, ya'ni aylangan chog'ida quyoshning muqim o'rnini aylanganda, ya'ni muqim tug'an joyidan aylanib o'tgan chog'da demakchi, in the solar system, ya'ni quyosh sistemasida. Next one is circulate. Circulate deganimiz aylanmaq, tarqalmaq, aylanmaq degan ma'noda circulate. Masalan, badanimizda tomirlarimizda qon qanday qildi? Circulate, aylanadi, circulate. Blood circulates in our veins desam, tomirlarimizda qon qanday qildi? Aylanadi. Qayerlik bil, meaning İngilizce ma'nosi to cause to move along a fixed path, ya'ni bekitilgan yo'lni bo'ylab qanday qilish? Aylanish, harakat qilish. Move freely yoki erkin harakat qilmoq. Synonym ma'noda so'zi distribute. Distribute yani tarqatmoq, tarqatmoq. Circulate deganimizmi tarqalish deb ma'nosi bor. Adjective, sifat shakli circulatory. Circulatory deganimiz aylanadigan. Circulation, aylanishi yoki tarqalishi degan ma'noda. Jumlasiga qaraydigan bo'lsak, the news of the president's visit circulated quickly throughout the city. Bu xabar, the news of the president's visit, ya'ni prezidentning ziyorat qiladiganligidan iborat xabar circulated, tarqaldi quickly, tez holda throughout the city, bu shaharda. A dollar bill remains in circulation for approximately 1.5 years. A dollar bill remains in circulation. $1 pul, yani qog'oz pul, remains saqlanib turdi yoki davomli qo'llanib ishlatilishi davomlashidir demakchi, in circulation. aylanib yuriydi $1 pul for approximately 1.5 years.
Yani taxminan 1,5 yil atrofida tarqalib yuriydi deydi. Undan keyin ishlatmaydigan bo'lamiz deydi o'xshamamdi. Shunday jumla demakchi. Next one is consistently. Consistently degan turaqliq holda, muqim holda degan gap. Consistent deganimiz muqim, turaqliq. Consistently turaqliq holda, muqim holda. Ravish, English ma'nosi without changing, o'zgarmasdan, keeping the same principles, o'xshash prinsiplar bilan, ideas yoki o'xshash ideyalar bilan, or quality yoki o'xshash sifatda, ya'ni o'zgarmasdan muqim holda degan gap. Synonym dependably. Dependably deganimiz tayangan holda degan gap, ya'ni shu ma'lum narsaga tayanqili bo'ladigan holda degan gap, shu muqim holda degan gap. Adjective consistent, muqim, turaqliq, consist deganimiz muqim davomlashmoq, consist. Consistency, muqimliqligi, ya'ni turaqliq davomlashishi degan gap. The temperature must be maintained consistently at 75 degrees centigrade. Temperatura must be maintained, nimish qilinishi kerak, davomlanishi kerak, consistently, muqim holda at 75 degrees centigrade, ya'ni 75 Celsius gradusda. The policy of the government concerning unemployment has been consistent. The policy of the government, hukumatning siyosati, concerning munosabatlik bo'lgan, unemployment, ya'ni ishsizlik munosabatlik bo'lgan hukumatning siyosati yoki ishsizlik bilan ishsizlik to'g'risidagi yoki ishsizlikqa oid hukumatning siyosati has been consistent, turaqliq bo'lib keldi, muqim bo'lib keldi deydi. Next one, exhibit. Exhibit degan namoyon qilmoq, ko'rsatmak degan gap. Exhibit qoidalik fe'l, to show or demonstrate, ko'rsatmak yoki namoyon qilmoq. Synonym display. Display deganimizmi ko'rsatmak, namoyon qilmoq. Ism shakli exhibit, o'xshashlar, ko'rgazma yoki shu ko'rgazma, ko'rsatishi degan gap. Exhibition deganimizmi ko'rgazma, cho'ng ko'rgazmaga bog'liq deymiz, exhibition. Exhibitor, ko'rgazmaga qatnashuvchi yoki ko'rgazma qilguvchi. The compound exhibits the quality of an acid. The compound, bu birikma, exhibits, namoyon qiladi the quality sifatini of an acid, bir kislotaning sifatini namoyon qilyotidi bu birikma deydi. It was the best exhibition of talent that I have ever seen. It was the best exhibition. It was the best exhibition of talent. Talantni eng yaxshi namoyon qilish bo'ldi that I have ever seen. Men azaldan ko'rib baqqan talantni eng yaxshi namoyon qilish bo'ldi deydi. Next one is found. Found deganimiz qurmoq, qurib chiqmoq, barliqqa keltirmak degan gap. Found, qoidalik fe'l, meaning English ma'nosi to establish. Establish deganimiz qurmoq, startup yoki boshlamoq. Synonym establish, qurmoq. Foundation ism shakli, ya'ni fondi jamiyat, ya'ni qurgan bir jamiyatni ko'rsatadi. Bu fondi jamiyat deganimizni bilamiz. Buning ma'nosi philanthropic organization, a philanthropic organization, ya'ni kishilarga yordam qiladigan tashkilot. Founder deganimiz qurg'uvchisi degan ma'noda founder. The wealthy woman founded a hospital in her hometown. Bir boy ayol, bu boy ayol qurib chiqdi bir doktorxonani o'zining yurtida. The foundation maintained a number of philanthropic activities. Bu fondi jamiyat maintained, davomlashtirib keldi a number of, bir qator yoki ko'plagan philanthropic activities, ya'ni kishilarga yordam qiladigan faoliyatlarni, bir qator kishilarga yordam qiladigan faoliyatlarni davomlashtirib keldi bu fondi jamiyat deydi. Improperly, nomuvofiq holda,
improperly namuvafiq holda. Properly deganimiz muvafiq holda. Improperly namuvafiq holda. Meaning ma'nosi not following established rules, not desirable. Ya'ni Alloh burun bekitib qo'ygan qoida yo'singa qanaqa bo'lgan, bo'ysunmagan holda degan gap namuvafiq holda. Not desirable. Ko'ngildagidek emas. deb tarjim qilibdi inglizcha ma'nosi, yana biz davatgan namuvafiq holda. Synonym ma'noda so'zi inappropriately, appropriate degan muvafiq, appropriately muvafiq holda, inappropriately namuvafiq holda. Improper namuvafiq degan sifat, proper muvafiq, improper namuvafiq. Noun impropriety namuvafiqligi, ism shakli impropriety namuvafiqligi. The disappointing outcome was a result of an improperly handling of the situation. Ümitsizlendirdiğan neticesi, the disappointing outcome was a result. Ümitsizlendirdiğan bu neticesi was a result. Neticesi idi, yoki xulosi bo'ldi of an improperly handling of the situation. Bu ahvolni nomuvofiq bartaraf qilishning natijasi bo'ldi. Bu odamni umitsizlantiradigan oxirdagi natija deydi. There was an impropriety with the way the funds were spent. Bir nomuvofiqlik bor ekan usulida, with the way the funds, bu fondning, ya'ni xarajatning was spent, sarf qilinishida, fondning sarf qilinishida yoki xarajatning sarf qilinishida bir nomuvofiqlik mavjud ekan deydi. Impulsively deganimiz o'ylashmayla harakat qilgan holda degan gap. Impulsively qanaqa o'ylashmayla harakat qilgan holda, hissiyotga tayinibla harakat qilgan holda degan ravish. Impulsively meaning acting without thinking, ya'ni o'ylashmayla harakat qilish. Synonym capriciously deganimiz umi o'ylashmagan holda harakat o'ylashmay harakat qilgan holda degan gap. Capriciously ya'ni hech qanday bir nimishqa yig'ilmaydigan predict deganni nima deymiz, ya'ni oldin mo'lcharligili bo'lmaydigan holda, ya'ni o'zining nimasiga tayinibla, hissiyotiga tayinibla qilgan holda degan gap. Adjective impulsive deganimiz hissiyotiga tayinib ish qiladigan, o'ylashmay ish qiladigan degani impulsive deymiz. Impulse deganimiz hissiyotga tayinib hissiyotga tayangan yoki hissiyotga tayinib ish qilgan bir so'zni impulse deymiz. Masalan, she did something on impulse, hissiyotga tayangan holda shu ishni qildi deymiz. Impulsiveness, hissiyotga tayinish, impulsiveness. She reacted impulsively to the loud noise. U inkas qaytudi hissiyotga tayangan holda o'ylashmayla yoki to the loud noise, ya'ni ullik bu ovozga hissiyotga tayangan holda inkas qaytudi. Many shoppers buy items on impulse. Nurg'un setib oluvchilar narsa keraklarni setib oladi hissiyotga tayangan holda, ya'ni jiq o'ylashib ketmay. Infrequently deganimiz asosan yuz bermaydigan degan gap. Frequently degan doim degan gap. Doim, infrequently asosan yuz bermaydigan. Asosan yo'q deyarlik, infrequently. Bu ravish so'z berikmasiga tabi. Almost never, asosan yuz bermaydigan degan gap. Rarely deganimiz asosan yuz bermaydigan degan gap. Synonymsi infrequent deganimiz asosan yuz bermaydigan degan sifat. Infrequency asosan yuz bermaslikligi degan ism. Tornadoes occur infrequently in the eastern part of the United States. Dengiz bo'roni occur, yuz beradi, infrequently, andisanda, ya'ni asosan yo'q deyarlik holda yuz beradi, in the eastern part, sharq tarafida of the United States, Amerika Qo'shma Shtatlarining, ya'ni men Amerika Qo'shma Shtatlarining hozir sharq tarafida yashayman. Demak, shu sharq tarafida dengiz nimalari, dengiz bo'ron chopqinlari
Deniz borunu ancha bak qanday qilmaydi yuz bermaydi. Tornado deganimiz shu cho'ng tipdagi deniz boruni, dengizdan kelib quruqlikqa chiqqan bo'ronlarni tornado deymiz. Deserts dengizning o'zidan qolib qilishi mumkin, to'g'ri. Deserts are characterized by their infrequent rainfall. Qumliqlar ne shundaq sifatlashga bo'ladi, characterized degan sifatlamak. Deserts are characterized, qumliqlar shundaq sifatlanadi. Nimasi bilan sifatlanadi? By their infrequent rainfall. Ularningki asosan yo'q deyarlik yomg'ir yig'ish, ya'ni yomg'ir tushish asosan yo'q deyarlik yomg'irlari bilan sifatlanadi qumliqlar deydi. Qumliqlar shu oz yomg'irlari bilan sifatlanadi demakchi. Isolated degan ayirib etilgan, ya'ni ayirib qo'yilgan. Masalan, yaqinda deb turaylik. Hozir Wuhan'da tarqalgan virus bir yil bo'lib qoldi hozir. Masalan, bu mana hozir birinchi oy, ikkinchi oy bo'lgan bo'lsa, o'tgan yil shunday vaqtda burun Wuhan'da xili ko'p taqilib olgan virus. Shu virus taqalgan bo'lsa, shuningda ba'zi shu virus bilan nima qiluvchilar, shu virusni yuqtirib oluvchilarni isolate, ya'ni ayirib etish orqali boshda bir mezgil, masalan, shu Wuhan shahrini qana qilish, isolate, ya'ni ayirib etish. U yerga kirdiganlarni kirgizmaslik, chiqadiganlarni chiqarmaslik orqali shu virusninki yo'qish ahvolini kontrol qilish yuz beradi. Shuni isolate deymiz. Isolated ayirib etilgan degan gap. Masalan, Wuhan was isolated when coronavirus began to spread from that city. Desak, shu shahardan koronavirusi tarqalishga boshlagan vaqtda Wuhan qanday qilindi? Ayirib etildi degandek. Meaning to keep separated from others. Boshqalardan ayirib etish degan gap. Synonym secluded, ayirib etilgan. Seclude deganimizmi? Ayirib etmak degan fe'l. Secluded, ayirib etilgan. Verb shakli, ya'ni fe'l shakli isolate, ayirib etmak, ism shakli isolation. Ayirib etilinishi, ayirib etilishi, ayirib etish degan isolation. The failure of the communications system left the towns isolated. The failure of the communication system, ya'ni aloqa sistemasininki mag'lub bo'lishi, ya'ni aloqa sistemasining mag'lub bo'lishi degan gap, shu aloqa sistemasi, masalan, telefon, tor va hokazo shu sistemalarninki normal ishlamasligi degan gap. Left qo'yib qo'ydi yoki shunday holatga tushirib qo'ydi. The towns, shaharlarni isolated, ya'ni shaharlarning ayirib etilgan holatini shakllantirib qo'ydi demakchi. The doctors were unable to isolate the cause of the epidemic. Doktorlar qodir bo'lolmadi, were unable degan gap, qodir bo'lolmadi to isolate, ayirib chiqishga, the cause, sababini of the epidemic, bu tarqalishchan kasalning sababini tepib chiqishga, ayirib chiqishga qodir bo'lolmadi deydi. Next one, overtly. Overtly deganimiz ko'rinarlik holda, ko'rsatib turib, aniq ko'rinarlik degan, overtly degan gap, boshqalarga namoyon qilib turgan holda, namoyon qilib, ko'rsatib degan gap, overtly, ravish. In a way clearly seen, aniq ko'rgili bo'lgan yo'sinda, not done secretly, ya'ni maxfiy holda qilinmaganligini ko'rsatadi. Openly, ochiq oshkor holda degan synonym, mandash so'zi. Adjective, sifat shakli overt. He overtly disregarded the regulations. U ochiq oshkor holda mansitmadi yoki nazarga olmadi the regulations, qoida tuzumlarni mansitmadi. Her overt attempt, uning ochiq oshkora urinishi to take control of the discussion, ya'ni munozirini kontrol qilaman deyishga urinishi, uning ochiq oshkora shunday urinishi failed, mag'lub bo'ldi. The next one, profoundly, chonqur holda, profoundly, profound deganimiz chonqur,
profoundly chonqur holda. İngilizce ma'nosi qaraydigan bo'lsak, in a deep way, chonqur holda, chonqur usulda showing deep knowledge of a subject, ma'lum narsaga bo'lgan chonqur bilimini ko'rsatganligini bildirdi. Synonym significantly. Significantly deganimizmi muhim holda, ko'rinarli holda, chonqur holda degan gap. Adjective profound, chonqur, profound. Superchakli chonqurligi, profundity. Everyone was profoundly impressed by the news reports. Hammeylan shundaq chonqur holda ta'sirlandi yoki shunda qo'l qo'ydi by the news reports. Nimaga? Shu news report, yani xabar dokladatiga. The Nobel Prize is a profound recognition of outstanding achievement. Nobel mukofoti bo'lsa profound, shunda chonqur bir e'tirof qilish, chonqur e'tirof qilish degan gap shunda alayda e'tirof qilish degan ma'noda. Of outstanding achievement, yani odatdan tashqari tuhfani alayda e'tirof qilish. Sharply deganimiz tiz, yani bir ma'nosi aqlliq, o'tkir deb ma'nosi bor. Sharply deganimiz tiz holda, sharply deganimiz tiz holda yoki aqlliq, o'tkir holda degan ma'noda. Sharp degan o'tkir, aqlliq, tiz deb ma'nosi bor. Sharply, o'tkir holda, aqlliq holda, tiz holda. Showing sensitivity or quick thinking, yani sizimchanlik yoki tiz tafakkurni namoyon qilish, o'tkir holda degan gap. Showing a quick change in direction yoki tiz holda degan ma'nosi mubah demakchi. Synonym ma'noda so'zi quickly, tiz holda. Adjective sharp, o'tkir, tiz. Sharpen, o'tkirlamak, ushlamak, tizlatmak degan ma'noda. Noun sharpness, o'tkirligi, ushluqligi, tizligi. Car prices rose sharply over the past year. Mashinaning bahasi o'sib ketdi, shundaq tiz holda over the past year, o'tgan bir yilda. There was a sharp change in the humidity after the storm. Shunda tiz bir o'zgarish yuz berdi in the humidity, havo namligida after the storm. Bu yomg'irdan keyin, bo'ronliq yomg'irdan keyin havoning namligida o'tkir yoki o'tkir o'zgarish demaymiz, tiz o'zgarish yuz berdi. Situated, joylashgan, o'rinlashgan. Situate deganimiz joylashtirmoq, o'rinlashtirmoq. Situated, joylashgan, o'rinlashgan. Meaning being found in a certain place. Ma'lum bir joydan tepib olg'ili bo'ladigan. Synonym ma'noda so'zi located, joylashgan, o'rinlashgan. Situate, joylashmoq, o'rinlashmoq, situate. Noun situation, ism shakli situation, bu joylashtirish degan gap emas, balki ahvol, shart-sharoit deymiz. The resort town of Cancun is situated in the northern part of the Yucatan Peninsula. The resort town, bu sayahat shahri of Cancun sayahat shahri is situated, o'rinlashgan, joylashgan in the northern part, shimoliy qismiga of the Yucatan Peninsula. Yucatan yerim orolining shimoliy qismiga o'rinlashgan. They found themselves in a very difficult situation. Ular o'zini shundaq bir qiyin ahvolda his qildi. Subsequently degan agashgan holda, agishib kelgan holda degan gap. Subsequent degan keynidan, orqasidan kelgan degan gap. Subsequently deganimiz orqasidan agishib kelgan holda, agashgan holda. Adverb, ravish so'z turkumiga tabi, meaning following, keynidan, orqasidan. Coming after something, ma'lum narsaning keynidan kelganligini ko'rsatadi. Afterward, orqasidan degan gap. Afterward, synonym. Subsequent, agashma, keynidan kelgan, orqasidan, agishib degan gap, subsequent. The public applauded the president's actions and subsequently his ratings in the polls improved. The public applauded, alqishladi the president's actions. Prezidentninki harakatlarini, harakatlarini alqishladi, and subsequently va shuning orqadan yoki orqasidan his ratings
Uninki bahalash derecesi, yani onu bahalash derecesi in the polls, yani ray sınavlardaki uninki bahalanışı improved, yukarı götürüldü. This report and all subsequent reports must be written in the appropriate style. Bu dokulat ve hemme kinki dokulatlar must be written, yazılışı gerek in the appropriate style. Muvafık nimede? Style, uslupta. Unmistakable. Unmistakable degan gap hergiz xatalashib qolmaydigan, ya'ni muqarrar, aniq, zodi up-ochiq degan gap. Unmistakable. Ya'ni xato bilib qolg'ili bo'lmaydigan, ya'ni bak aniq. Unmistakable. Aniq, roshan degan gap. Unmistakable. Clearly able to be determined. Ya'ni aniq qaror qiloladigan, aniq degan gap. Synonym indisputable, ya'ni bas munozara talab qilmaydigan degan gap. Unmistakable. Unmistakably bas munozara talab qilmagan holda yoki aniq holda degan gap. Ravish shakli. The markings of the insect provided for an unmistakable identification of the species. The markings, belgileri of the insect. Bu aşaretning, bu insect yani aşaretning belgileri, yani tonu bağlı bo'lgan belgileri provided, ta'min etdi, provided for an unmistakable identification. Ta'min etdi bizni aniq bir tonu bilish bilan of the species. Mushu jonliqlar turini aniq tonu bilishimizga bizni shunda tonu bilishimizni bizningki shuni ta'min etdi deydi. It is unmistakably clear. Aniq holda shunda xatolashib qolmag'idek holda aniqki that the report must be finished by noon. Bu dokulat tushkichilik yezilib bo'linishi biz xatolashib qolmag'idek darajada qandaq aniq. Upstanding. Upstanding degan samimiy. Samimiy, sifatlik, yaxshi degani biz upstanding deymiz. Sifat, sifat so'z turkum kitobi. Marked by integrity, g'urur, good, honest, shu g'ururi bilan, yaxshiligi bilan, samimiyati bilan toniladigan bo'lsa, shuni upstanding deymiz. Upstanding. Moral, yani moral deganmi nima deganda axloqi bor degan gap. Moral. O'zining axloqiy prinsiplariga ega degan upstanding. The school only accepts upstanding young adults. Bu maktab faqat va faqat qabul qiladi upstanding, samimiy yoki yaxshi sifatli young adults. Yoshlarni. The neighborhood has been kept clean and beautiful. Bu mahalla o'zini pokiz va go'zal saqlab keldi thanks to its upstanding residents. Buning hammasi nimadan ko'rilishga bo'ladi? Buningki shu yaxshi shu resident, fuqarolar, shu mahallada yashovchilar dan ko'rilishga bo'ladi. Shundaq bo'lganini deydi. Sevimli savoqdaşlar, 25. dersdagi so'zlar mana bu yerda oxirlashdi. 25. dersdagi so'zlarning talaffuzini yana bir qitim birlikda aslab o'tsak. Lesson 25. Briefly, circulate, consistently, exhibit, found, improperly, impulsively, infrequently, isolated, overtly, profoundly, sharply, situated, subsequently, unmistakable, upstanding. Sevimli savoqdaşlar, kelar qitimliq dars kichilik. Aman bo'linglar. See you next time. Kelar qitim ko'rishaylik. Goodbye. Xayr xo'sh.